Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Nixel do'stlar. Bugungi videomizda do'stlar sizlar bilan Arctic Craft serverida Vibe'dan kuchlashga harakat qilamiz do'stlar. Xo'p, albatta video boshlanishidan avval videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qani bo'lsam biz boshladik. Let's go. Birinchi o'rinda biz chatga BDV komandasini yozib, o'zimizga bitta resource case olamiz va buni ochamiz. Let's go. Va bizga nima tushar ekan? Qani yaxshiroq narsa tushsin-da. Va yaxshi 16 ta oltin olma. Endi bo'lsa biz o'zimizga clan create Core degan clan ochib olamiz do'stlar o'zimizga. Albatta bunga Core teamdagi odamlardan qabul qilamiz. Xo'p, endi bo'lsa biz warp mine deb mine'ga borib, ozgina mine'dan o'zimizga kerakli bo'lgan resurslarni kavlab olamiz do'stlar. Endi bo'lsa, hop, emeraldlarni qo'yib, RTP World deb tasodifiy randomli olamga teleport bo'lib, o'zimizga daraxt olib kelamiz. Let's go. Bu yerdan endi o'zimizga hop, daraxtlar yo'q ekan, mayli cho'plarni olamiz. Va bizda 8 ta cho'p bor. Endi bo'lsa warp mine'ga qaytishimiz mumkin. Hop, mana do'stlar, kelib oldik. Endi cho'pni emeraldni olib, o'zimizga bitta hop almaslik kirkasi olamiz va yasaymiz. Let's go. Mana do'stlar, va nihoyat bizda kirka bor. Endi bo'lsa ozgina bizda qolib ketgan rudalarni sotib olamiz. Hop, ko'mirni, hop, lapisni va bitta emeraldni. Mine'ga qarsam boshlanishiga 20 soniya qolibdi. Endi bo'lsa mine qilamiz. Men endi o'zimga kerakli bo'lgan bazani qurishim kerak. Shunga RTP World deb tasodifiy joyga teleport bo'lib, baza qurish uchun joy topamiz. Let's go. Xo'p, bu qanaqadir joyda paydo bo'ldim. Mayli, koordinatalarni ko'rib olamiz va davom etamiz yo'lda. Xo'p do'stlar, yo'lda menda bunaqa kaktuslar chiqib qoldi. Endi bularni ham olib, o'zimizga kerakligi uchun olamiz do'stlar hammasini. Va oxirgi kaktuslar va tugadi. Hop, mana do'stlar, men o'zimga kerakli koordinataga kelib oldim va endi pastga kavlab tushamiz do'stlar va bazani kattaytiramiz. Let's go. Mana do'stlar, men bazani ham kattaytirib oldim. Ya'ni joyni kattaytirib oldim. Endi bo'lsa, men bu yerga daraxt olib kelishim kerak. Hop, mana do'stlar, men daraxt ham olib kelib oldim. Endi buni maydalab, o'zimizga sondiqlarni yasab olamiz. Va let's go, yasaldi. Ularni endi qo'yib olamiz. Okay. Endi bu yerga o'zimizga hozircha ortiqcha narsalarni qo'yib qo'yamiz va ikkita pechka ham yasab olamiz do'stlar. Albatta bu esdan chiqmasligi kerak.
bitta, ikkita. Normalniy. Endi bo'lsa warp mainga kelib ozgina main olamiz. Chunki bunda yangi main boshlanadi. Let's go. Main bo'lib chatga qarasam, oltin daraxt eventiga 15 daqiqa qolgan ekan. Shuning uchun men bunga tayyorgarlik ko'rishni boshladim do'stlar. Xo'p, o'zimizga kerakli narsalarni oldik. Let's go. Va mana do'stlar, menimcha oltin daraxt eventiga 2-3 daqiqa qoldi. Endi biz bu yerda birpas kutib turishimiz kerak do'stlar. Hozir boshlanib qolsa kerak. Mana do'stlar, boshlanishiga bir 10 soniyacha qoldi. Va mana do'stlar, boshlandi oltin daraxt eventi. Endi bo'lsa biz o'zimizga eng kerakli lootlarni yig'a boshlaymiz do'stlar. Albatta bu yerlarda lootlar tushadi. Shularni yig'ib borishimiz kerak do'stlar. Xo'p, lootlar hozircha ko'rinmayapti. Buni o'ldiramiz. Lekin Xo'p, buni o'ldirishga harakat qilamiz hozir. Cho'ta qochib ketyapti. Ana o'ldirdik. Xo'p, lootini olamiz. Let's go. Endi xo'p, bekimni chiqib olamiz. Xo'p, hozircha atrofda hech kim yo'q. Ehtiyot shart oltin olmay yeb olsam ham bo'ladi. Uy, ana nezir ko'rin. Yonma-yon mana mashina o'ldiramiz endi. No, endi e'tibor beramiz do'stlar. Hozircha PvPda yaxshi emasman. Ha, bo'pti. Ishlatsak ishlatibmiz. O mana. Shuni o'ldira olaman. Let's go. Menga farqi yo'q. Let's go. Yonma-yo. Men to'xtab qolmasdan va yana bir marta qaytib keldim va ikkita odam meni kutib oldi va bulardan qochib ketdim. Endi bo'lsa yana loot yig'ishni boshlaymiz do'stlar. Qani bo'lsam, let's go. O mana lootlar yotibdi. Maytda kimdir o'lib qolibdi. Normalniy lootini olamiz. Deyarli full seti bor ekan. Bu ayg'oqchi damlamasi, trap, yo'ma-yo ayg'oqchi damlamasini bitta sepib olamiz va sovutni kiyib olamiz. Bularni kiyib olaylik-da, ishlaydi ham. Qilichimiz qani? Yo'ma-yo. Bu totem. Totemni chap qo'lga olamiz. Kimdir urdi. Qochish kerak. Qoch o'lasan hozir. Qoch. Hop, buni o'ldirib olamiz va bundan qilich tushdi. Va men yana bir marta qaytib keldim va mayli degan holda biz sizlar bilan xayrlashamiz do'stlar. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib esdan chiqmasin. Sizlar bilan men Nixir bo'ldim. Telegram kanalim описаниеda va kommentariyada. Albatta serverga kirib maza qilib o'ynash esdan chiqmasin. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.